23 savol. 12 gram bir atomli spirt ichki molekulyar degidratlanishdan 3-6 gram suv hosil bo'ldi. Spirtning molekulyar formulasini aniqlang. Demak, bu 23 savol bo'ladigan bo'lsa, spirt SnH2n plus 2O holatda yozib olsam bo'ladi. Xo'p, molekulyar aro ichki molekulyar aro degidratlanganda hosil qiladi alken SnH2n plus suvni ham hosil qiladi. 12 gram spirtdan 3-6 gram suv hosil qilsa 18 gramidan qancha deb hisoblaymiz. Bolalar, shu joyda 3-6 gram 18 qisqarsa 0.2 taqsim 1 ga qisqaradi. 12 ni 0.2 ga bo'lsak, yana 60 gram. Umumiy massa topish formulasi 14n plus 18 teng 60. Qisqaradigan bo'lsa 60 dan 18 darajasiga 42, 14n teng 42. n teng shunday. Qiymatimiz 3 deb chiqadi. Bu propil spirtda, ya'ni SO3H7OH propanol deymiz, to'g'ri aytdinglar. S javob bo'ladi. Keyingisi bolalar, 24-savol. 230 gram etanoldan normal sharoitda 44.8 litr butadiyen olindi. Reaksiya unumini aniqlang deyapti masala sharti bo'yicha. Xo'p, bolalar, etanoldan butadiyen olishimiz kerak ekan. Buni ham yozilishini, reaksiyasini yozib beraman. Etanol S2H5OH bundan hosil qiladi butadiyen S4H6 plus vodorod plus suv ham hosil qiladi. Reaksiyani tenglamay 2 qo'ysam reaksiyamiz teng. Biz masalan shart bo'yicha unum so'ralgan. 44.8 litr hosil qilganda butadiyenni 22.4 litr uchun dastlab etil spirtidan 92 gram kirsa 44.8 dan qancha deb hisoblaysizlar. 44.8 bilan 22.4 qisqarsa 2 taqsim 1 ga qisqaradi. 92 ni 2 ga ko'paytirsak 184. 184. Dastlab etanolimiz 230 gram edi. Mana shunimiz 100%. 184 gram etanol qancha deb hisoblaymiz? 80%. 80%. Javobimiz javob bo'ladi. Keyingi savol 25 xuddi shunga o'xshash.